Germaniyada yashash arzonmi, qimmatmi? Ketdik ko'ramiz. Bio banan hech qanaqa dorilarsiz o'stirilgan. Bu yerda arzonroq variantlari bor. Mana shunaqa tabiiy bananlar narxi 2 yevro, bizga 27 ming so'mlarga to'g'ri keladi. Ananas mana bir donasi yana o'sha 27 ming so'mga to'g'ri keladi. Mana bu karomlar donasi bizga 13 ming so'mga to'g'ri keladi. Mandarin 750 grammi 27 ming so'm. 600 gram uzum 169, bizga 20 ming so'mlar. Kartoshka 2,5 kilosi bizga 27 ming so'm. Pomidor 179, bizga pulga deyarli 24 ming so'mga aylanadi. 2 kilogram sabzi bizga pulga deganda 17 ming so'mga aylanadi. Yog' mana shu bizga pulga 22 mingga aylanyapti. Mana bu pishloqlar 28 ming. Ularga dorilarsiz tuxumlar donasi 5 mingga to'g'ri kelyapti. 10 tasi 50 minglar. Dori qo'shilganlari inkubatorlarga anchagina arzonroq, mana 1 yevrodan arzonroq. Sut mana shu turishi 17-18 ming so'mga to'g'ri keladi. Yogurtlar tez aksiyaga tushib turadi. Mana shu donasi hozir 5 mingga to'g'ri kelyapti aksiyada. Tualetning umumiga bizga pulga 56 mingga to'g'ri keladi. Qo'l salfetkalar bizga pulga 40 mingga to'g'ri kelyapti. Mana bugun qilgan bozorlarim shular kerak edi xolos hozircha menga va bu yerda menga mana shu pul ketdi. 37 yo 88 где-то 500 ming so'mlarga yaqin pul. Qimmatmi, arzonmi?